Sokinlikdan kuch topadigan qalblar uchun. Ona bu asari. Muallif Nafisa Malikova. Assalomu alaykum azizlar. Asarni boshlashimizdan oldin video ostida qoldirilgan havola orqali Telegram kanalimizga obuna bo'lsangiz mamnun bo'lardim. Telegram kanalimizda siz asarlarni oldindan tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Farida ijara uyiga yig'lagudek bo'lib qaytib keldi. Eshikni yopdi-da, o'tirgancha yig'lay boshladi. Seni yomon ko'raman. Sendan nafratlanaman, Noil. Shunday deya yonidan karmonini chiqardi-da, ochdi. Ichida Noilni kichik surati bor edi. Olib yirtib tashlamoqchi bo'ldi. Ammo bunday qila olmadi. Nega seni bu qadar sevaman? O'tmish. Noil Faridaga yozgan xatini onasi topib olib yirtib tashlagach, boshqa u haqda o'ylamaslikka va'da bergandi. O'zini faqat o'qish orqali chalg'itar, maktabda esa qizga umuman qaramaslikka urinardi. Ikkisi ham begonalardek bir-biridan uzoq yursa-da, ayniqsa Farida bu borada juda qiynalardi. Farida, axir bu ketishda tamom bo'lasan. Tushlikka hech narsa yemay qaytayotgan dugonasini ko'rib Aida achinib ketdi. Ikkingiz yolg'iz gaplashib olishingiz kerak. Farida ojizona pichirladi. Gaplashadigan gapimiz yo'q. Aidani miyasiga bir fikr urildi. Boshqa chora yo'q. Noil o'zini chaqirayotgan Aidaga hayron qaradi. Nima gap? Biz sinflar xonasiga yurgan Faridani gapi bor ekan senga. Noil uni ortidan so'zsiz ergashdi. O'sha xonaga kirganda hamki Aida uni itarib yubordi-da, eshikni berkitib tashladi. Ikki qaysar, gaplashib olmaguningizcha ochmayman, dedi baland ovozda. Noil xonada o'ziga hech narsani tushunmay qarab turgan Faridani ko'rib, hammasini tushundi. Bu Aidani, dedi Farida jahli chiqib, eshik tomon yurarkan. Noil uni qo'lidan tutib qoldi. Balki gaplashib olarmiz. Farida nigohini olib qochdi. Nimani gaplashamiz? Nega mendan o'zingni olib qochyapsan? Farida nigohini tezda Noilga qaratdi. Shunchaki seni yoningda o'ralashib yurishni istamayman. Senga xalaqit berishim mumkinligi haqida o'ylamabman. Noil jilmaydi. To'g'ri, sen menga xalaqit beryapsan. Faridani zumda ko'zi yoshlandi. Buni istamagandim. Seni deb dars qila olmayapman. Hatto darsda ham ko'zimga faqat sen ko'rinyapsan. Kechalari ham negadir faqat seni kulishing, qarashing xayollarimdan ketmayapti. Noilning hislarini tan olishi Faridani shoshirib qo'ydi. Noil, sen, dedi uyalib ortga yurarkan. Noil qizni ko'zlariga dadil boqdi. Men seni yaxshi ko'raman. Avval hech ham bunday hisni tuymaganman. Tan olishim qiyin kechdi. Ammo endi bu tuyg'uni yashirishni istamayman. Agar sen ham meni... Farida beg'ubor jilmaydi. Men ham seni yaxshi ko'raman. Noilni ko'zlari porladi. Ohista Farida sochini silab qo'ydi. Yoshlar, eshikni lang ochib Aida kirib keldi. Maktabda romantika mumkin emas. Farida dugonasiga minnatdor jilmaydi. Rahmat senga. Aida xursand jilmayib qo'ydi. Modomiki yarashib olgan ekansiz, endi darsga. Darsda Farida Noilga termilib o'tirarkan, bir payt yigit u taraf qaradi-da, jilmaydi. So'ng kitobga qara deb ishora qildi. Qanday qilib kitob o'qishim mumkin? Xayolim senda bo'lsa.
Farida xayollari bilan band bo'lib bazo'r kitobga qaradi. Hozirgi kun. Farida o'tmishdagi go'zal xotiralardan chalg'ib o'rnidan turdi-da, kofe tayyorlashga urindi. Shu payt telefoni jiringladi. Allo. Faridam, qandaysan? Aida, o'zing yaxshimisan? Ishdan chiqdingmi? Ha, chiqdim. Menga ham kofe tayyorla. Hozir boraman yoningga. Menga hammasini aytib berasan. Farida hayron bo'ldi. Nimani aytib beraman? Noil bilan ayrildingizmi? Buni senga kim aytdi? Farida, men seni nega siqilyapti desam, gap bu yoqda ekanda. U sendan voz kechdimi? Hech kimdan voz kechmadi. Shunchaki oxirgi paytlar bir-birimizni tushuna olmadik va shu sabab ajralganimiz ma'qul deb o'yladik. Meni aldama. Uni qanchalar sevishingni hech kim bilmasa ham men bilaman. Usiz jinni bo'lib qolasan. Sen hech qachon voz kechmasding. Nahot noyil amaldorlarga o'ralashib sendan kechgan bo'lsa? Farida chuqur xo'rsindi. Munosabatlarda majburlov bo'lmaydi Aida. Seni qadringni bilmagan bo'lsa, shu noyilingni ko'zi oq bo'ladi, aytib qo'yay. Iltimos, uni qarg'ama. Undan ko'ra tezroq kel. Kofe ichamiz. Bo'pti. O'zimni jonim, siqilma. Hozir yetib boraman. Farida go'shakni qo'ygach yig'lab yubordi. Noilni shu qadar sog'inyaptiki, Turkanoy hamshiradan osma ukol olarkan, hamshira achinibgina qaradi. Turkanoy xola, endi pensiyaga chiqsangiz ham bo'lar. Bu yog'iga kelin olib, xizmatingizni qildirib, damingizni oling. Turkanoy jilmayib qo'ydi. Xudo xohlasa, o'g'lim uylansin. Oz qoldi. Kelin topilishi bilan to'y. O'g'lingiz yoniga olib ketmadimi? Bu uy juda xarobku. Mendan xafa bo'lmang, dangal gapiraman. Ayrim farzandlar ulg'ayib, o'z yo'lini topib olgach, qo'li qadoq ota-onasini unutadi. Siz esa o'g'lingizga ham ota, ham ona bo'ldingiz. Sizni nima desangiz ham haqqingiz bor unda. Xudoga shukr. O'g'lim yaxshi. Olib ketaman deydi, unamayman. Menga shu yer yaxshi. O'rganib qolganman odamlariga. Mana ukol desam siz tayyor. Qayerda bor bunday yaqinlar? Hamshira kelin jilmayib qo'ydi. Xolajonima, chindan o'g'lingizni zo'r tarbiyalagansiz. Mana meni qaynukam o'g'lingiz qatori, lekin g'irta kasaltang. Qaynonam juda erkalab yuborganmi, bilmadim. Sizda ham bitta farzand-ku, lekin o'g'lingiz juda tirishqoq. Turkanoyni xayollari o'tmishga ketdi. Ancha yillar oldin. Noil ko'chada yiqilib yuradigan bola emasdi. Ammo bir kuni bir ayolni sumkasini o'g'irlagan o'g'rini quvib, tutgach rosa olishib, oxiri o'g'rini politsiyaga topshiribdi. Ammo bir qo'lini sindirib olgandi. Shunda Turkanoy uni o'zini avaylamagani uchun urushgandi. Boshida o'g'li bir qo'li bilan hech narsa qila olmay, rosa qiynaldi. Turkanoy doim bunday vaziyatda o'g'liga yordam bermasdi. Toki doim o'zini kuchiga ishonsin deya. O'sha kuni ham Noil bir qo'li bilan amallab kiyindi. Ovqatlanishga o'tirganda qoshiq tutib to'kmay ichaman deb qiynalib ketdi. Onasi esa xotirjam ovqatlanib o'tirardi. Noil uzoqroqdagi salatga tamshanib qarab qo'ydi. Oyi, ana bu salat juda mazali bo'lsa kerak, dedi onasi bu yoqqa qarab uzatarmikin degan umidda. Turkanoy salatdan bir qoshiq olib yedi-da, o'g'liga jilmaydi. Bu safar zo'r bo'libdi. Noil juda ham yegisi kelib, amallab qoshiq uzatdi. Ammo ola olmadi. Turkanoy xotirjam o'rnidan turdi-da, idishlarini yig'a boshladi. Hali ovqatlanib bo'lmadim, dedi Noil shoshib. Kim senga qo'lingni sindirib kel deganda o'g'lim?
dedi Turkanoy hamma idishlarni yig'ib. Noil ovqatga bir qarab qo'ydi. Yana ozroq vaqt bering, endi non botirgandim. Keyingi safar tezroq yeysan. Axir singan qo'l bilan qanday tez ovqatlanish mumkin? Ikkala qo'ling ham sinmagan-ku. Doim iloji topiladi. Faqat kun kerak. Noil yig'ishtirilib olingan dasturxonga qarab alami keldi. Do'stlarining onalari doim farzandlariga pul beradi. Agar biror kor hol bo'lsa, kelib farzandini yonini olib, butun maktabni oyoqqa ko'taradi. Nega uni onasi boshqacha? O'zi, siz mening haqiqiy onammisiz? Dedi Noil ovozi titrab. Onasi ortidan gapirarkan. Onasi ohista o'girildi. Nima deding? Noilni ko'zlari yoshlandi. Nega bunchalik bemehrsiz? Turkanoy odatdagidek xotirjam turish ko'rindi. Axir katta yigit bo'lding. O'zingni shunga munosib tut. Noil o'rnidan amallab turdi-da, otam sizni tashlab ketib, to'g'ri qilgan, dedi. Turkanoy jahl bilan kelib, o'g'liga bir tarsa ko'rdi. Agar yoqmasam, o'zingni kuningni o'zing ko'ra oladigan darajada boyib ketdi. Keyin ket. Shu darajada qudratli bo'lki, o'zingni o'z uying va shaxsiy mashinang bo'lsin. Ana shunday bo'lsang, bu uydan butkul chiqib ketasan. Noilni ko'zidan bir tomchi yosh sizib chiqdi. Buning uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Turkanoy o'g'li chiqib ketgandan keyingina ko'z yoshlariga erk berdi. Ilohim, sen ham katta odam bo'lgin. Men bilan yashamasang ham mayli. Axir men bir baxtiqaro, faqat sen uchungina tirik odamman. Seni baxtingni, katta odam bo'lganingni ko'rsam, armonim yo'q o'g'lim. Keyin o'lsam ham mayli. Aida Faridani qarshisiga o'tirib, savolomuz tikildi. Xo'sh, endi haqiqatni ayt menga. Farida xotirjam kofesini ho'pladi. Shundoq ham oxirgi paytlar u bilan kelisha olmayotgandim. Seni yonida bir so'mi bo'lmagan vaqtda ham Noilni telbalarcha sevgan Farida aytyaptimi shuni? U paytlar yosh edim. Axir o'sha vaqtda qancha yigit seni oshig'ing edi. Istasang bir deganda boyvachchasini ilintirarding. Sen esa Noilni tanlading. U esa ishi yurishib ketganda senga nisbatan bunday qilish adolatsizlik. Uni topib gapiraman. Farida uni qo'lidan tutdi. Kel, shu mavzuni yopaylik. 60. Noil birinchi yiliyoq eng nufuzli universitetga grant asosida kirib ketdi. Farida esa yiqildi. Ammo onasiga kira olmadim deb ayta olmadi. Toshkentda qoladigan bo'ldi. Bir yil yaxshilab tayyorlansa, keyingi yil albatta kiradi. Noil bilan uchrashganda undan uyaldi. Yaxshi o'qimaganman shekilli. Noil uni qo'lidan ohista tutdi. O'zingni hadeb ayblayverma. O'qisang ham, o'qimasang ham sen men uchun o'shasan. Farida boshini egdi. Men o'zimga ish topdim. 1 yil davomida ishlayman. Ijara uying juda ham tor ekan. Qiynalmaysanmi? Noil ichkarilarkan boshi shiftga urilib ketay dedi. Sen yashayotgan universitet yotoqxonasi zo'r bo'lsa kerak. Noil telefonini chiqarib rasm ko'rsatdi. Farida Noilning telefoniga achinib qarab qo'ydi. Axir Noilning onasi farroshlik qilib topgani nimaga yetadi? Onasini baxtiga Noil juda aqlli. Hatto odamlar pul berib ham kira olmaydigan universitet talabasi bo'ldi. Farida shularni o'ylab yigitga havas bilan qarab qo'ydi. Chindan zo'r ekan. Qizlari ham chiroyli xonimchalardir-da. Noil kuldi. U faqat Faridani yonidagina kulardi. Chindan chiroyli. Farida lab burdi.
Unda nega bu yerdasan? Noil mehrli jilmaydi. Ularda sendagidek tabiiylik yo'q. Farida uyalib ketdi. Tezda dars qilsa bo'ladigan xontaxta yoniga daftarlarini qo'ydi. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Noil unga berilib, imtihonda ko'p aylangan va aylanishi mumkin bo'lgan savollarni tushuntirdi. Farida boshida yaxshi tushundi, ammo murakkablasha boshlagach faqat Noilni tomosha qilib o'tirdi. U Farida uchun qattiq harakat qilardi. Uni ilmga chanqoqligiga, qiziquvchanligiga tan berardi. Berilib ketganidan Faridani o'zini tomosha qilib o'tirganini keyin ilg'ab qoldi. Farida, dedi jilmayib, faqat eshitmadim dema. Hozirgi kun Noil narsalarini otasi ko'rsatgan xonaga olib kirdi. Ortidan kirgan buvisi tinmay uni yuziga termilardi. O'g'limni yoshligini xuddi o'zi-ya. Noil jilmaydi. Dadamni yoshligiga o'xshaymanmi? Quyib qo'ygandek. Mohgul ancha qarib qolgandi. Hamon Turkanoyni yomon ko'rardi. Onang seni bizdan yashirib olib qochib yurmaganda, hozir bizni mehrimizga to'yib ulg'ayarding. Onam menga sizlar haqingizda umuman gapirib bermagan. Gapirib bera olmaydi-da. Gapirib berishga beti chidamaydi. Qaysi yuz bilan aytsin? Aslida akangning o'limiga ham o'zi sababchi bo'lgan. Bir payt tashqarida to'polon ko'tarildi. Nima bo'lyapti? Dedi Noil hayron bo'lib. Ukang yana o'g'rilik qilgandirdi. Qachon qarasang shu. Bir qarasang pulga tushib yuradi, bir qarasang pul o'g'irlaydi. Betarbiya. Mohgul opa boshdan oyoq ozoda va sipo kiyingan Noilga bekitiqcha qarab qo'ydi. Juda bama'ni bola bo'libdi bu Turkanoyning bolasi. O'g'limga o'xshaganda, o'sha beandishaga o'xshaganda bunday yigit bo'lmasdi. Anvar janjalni kuzatib turgan Noildan uyalib ketdi. Oho, bu kim? O'sha tillarda doston bo'lgan akammi? Shomurod o'zidan yosh ko'rinuvchi Noilga hasad bilan qaradi. Sizni ham ko'rar kun bor ekan-ku. Katta odam bo'lib ketgansiz deb eshitdik. Noil ohista borib unga boshdan oyoq qaradi. Seni sal boshqacharoq tasavvur qilgandim. Shomurod semiz gavdasini biroz burdi. Dada, o'g'lingizga aytdingizmi kreditdan qarzimizni? Anvar jim bo'l degandek qaradi. Nega aytmadingiz? Axir u ham sizning o'g'lingiz, tomirida sizni qoningiz bor. Sizni boqishi kerak qariganingizda. Turkanoy o'g'lini eski xonasiga kirdi. Hamma narsasi o'sha turibdi. Ohista stol ustidagi albomni oldi. Unda Noilni bolaligidagi suratlari joy olgandi. Titroq barmoqlari bilan suratni siladi. Sen doim aqlli va kuchli bo'lgansan. Sen meni o'g'limsan. Doim uzoqni o'ylab ish qilasan. Bunga ishonaman va sening ishlaringga aralashmayman. Seni qo'lingdan yomonlik qilish kelmaydi. Farida o'qishni bitirib davlat tashkilotidan ish topa olmayotgandi. Universitetni ham yaxshi baholar bilan tamomlay olmadi. Boz ustiga sohasiga ham uncha qiziqmaydi. Uyga qaytay desa, onasi yana to'yni qachon qilisharkan deb boshlaydi. Shuning uchun o'qishni bitirib ham shu yerlarda tentirab yuribdi. Onasiga esa ishlayapman deb qo'ygan. Hatto sevganim bor ham deb aytgandi. Shu qadar Noilga ishonardiki, bir kun tashlab ketishi 7 uxlab tushiga ham kirmagandi. Shunday xayollar bilan ezilib yurgan Farida to'satdan Noilni ko'rib qoldi. Faqat yigitni oldida ko'rinishdan kibor oilaga mansub qiz bor edi. Faridani ko'zi yoshlandi. To'g'ri, u yigitga hech narsa bera olmaydi, muhabbatidan bo'lak.
ularni uzoqdan kuzatib turardi. Noil ko'ziga baxtlidek ko'rindi. O'z tengingni topganingdan xursandman, deya ko'zda yosh bilan jilmayib qo'ydi-da, u yerni tark etdi. O'tmish. Faridaning hayoti mazmuni Noil edi. Yigitni bir kuni ko'rmasa, sog'inchdan ado bo'lardi. Noil deyarli har kuni unga dars o'tar, qizga mablag' tomonlama yordam bera olmagani uchun hech yo'q repetitorlik qilib yordam berishni istardi. Bir kuni esa ko'zlaringni yum. Farida Noilga shunday dedi-da, yonidan quticha chiqardi. Noil ko'zlarini yumib turarkan jilmaydi. Nima qilyapsan? Ko'zlaringni ochishing mumkin. Noil ko'zlarini ochib, Farida tutqizgan qutiga hayron qaradi. Axir bu yangi telefon. Sen uchun xarid qildim. Axir nufuzli universitet talabasisan. Albatta boyib ketsang, bundan zo'rini menga olib berishing uchun beryapman. Farida shunday deya samimiy jilmaydi. Axir bu pullarni o'qishing uchun yig'ayotganding-ku. Axir kecha-yu kunduz ishlayapsan. Farida qat'iy jilmaydi. Men buni aynan senga telefon olib berish uchun yig'ayotgandim. Senda qarz bo'lib qolib ketmaydi. Bir kuni menga bundan ham qimmatini olib berasan. Noil kuldi. Buni o'zing ishlat. Menga bunchalik mehribon bo'lma. Meni sevasanmi? Noilning yuzidan kulgu yo'qolib, jiddiylik aks etdi. Farida, bu savolni har kuni bersang ham javobim o'zgarmaydi. Agar sevsang, bu telefonni sevgilimdan deb qabul qil. Farida shunday deya telefonni yigitning qo'liga tutqizib qo'ydi. Bo'ldi, endi qaytib olmayman. Noil jilmaydi. Meni shunchalik yaxshi ko'rasanmi? Hozirgi kun. Noil mashinani haydab borarkan, Safina yonidagi doim jiddiy yuradigan yigitga qaradi. Dadam nega aynan sizga meni olib kelishni tayinladi? Noil xiyol burilib qizga qaradi. Dadang meni kuyov qilish istagida. Safina uyalinqirab ko'zlarini olib qochdi. Sizchi? Noil yana yo'lga qaradi. Menga seni istaging muhimroq. Safina yana bir bora yigitga ko'z tashladi. Qiziq, u ham boshqa yigitlardek faqat boyligi uchun Safinaga uylanmoqchi emasmikan? Ijro etuvchi Nigora Alisherova. E'tiboringiz uchun rahmat.